Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Namangan tumani, Namangan viloyati Shohidan mol bozoridamiz. To'raqo'rg'on tumani. Qonni obzor, to'liq obzorni qilib beramiz. Bugungi videolarimizga Xudo xohlasa 2025-yil 9-dekabr kuni, hafta kunlari seshanba. Xudo xohlasa bir qatordan hammasini cho'tki qilib bozorda ma'lumotlarni berib boramiz. Laykni bosib, podpiska, obuna tugmasini bosib qo'yib, Xudo xohlasa kanalimiz yangi rivojlanish uchun chiroyli qilib obuna bo'lib tursalaring, hamma videoni batafsil ko'rsatamiz, Xudo xohlasa. Mana akalar, birinchilariga Qo'chqorni o'ta nihoyatda chiroyli Lubitel variantlardan. Ikki dumbalaridan. Nechta bu yerda soni? Soni 7 dona. Soni 7 dona. Narxi nech puldan hammasini bir joyga olishganga? Hammasini bir joyga yozib 4 million 100 dan qilib beramiz. 4 million 100 mingdan. Nomerlarni bir qator aytib keting. 94lik. 214 80 60 raqamiga bemalol bog'lanaverasiz. Ular sotilib ketsa keyin boshqalari ham bor a. Uyda yana 3 ta qo'yib bor. Bo'ldi, xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Son cheklanmagan miqdordagi xudo xohlasa hammasini batafsil sizlarga bozorda chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Laykni bosib, obuna tugmasini tingayib bosib qo'ysangiz, xudo xohlasa videolarimiz ma'lumot. Asha ikkovi sotildimi aka? Nechta bo'ldi? Mana ikkita sotilibdi. Hamma bloger bo'lib Nech pul bo'ldi dedingiz aka? 12 million 300 ming ketdi. O'ta sifat toza gisori sovliqlarda. Bular nech pulda aka qolganlar? Bitta ham sotilgan 6,5 million. Qaysi mo to'rtta baylanganlar ham sotilgan? Ana mana shu sotilganlarni ham chiqaring deganlar toza ma'lumotlar. 6,5 milliondan ketdi bir joyga. Bir joyga ketdimi? Joyga ketdi. Yuzlar toza, haqiqiy gisorisidan. Bunaqadan bo'lib turadi har doim. Bo'ladi aka, har doim. Bo'l, nomerlar bir qator aytib keting. Nomerni aytib berasizmi? Aka 94lik. 94lik. 177 177 60 70. 60 70 bemalol aloqaga chiqaverasiz, xudo xohlasa 24/7 qo'yib berib turadilar. Mana akalar, ekazakchi ishqozlari uchun mana bir dona ekazakchi. Nihoyatda chiroylidan, bolalari ham yiltirlaridan. Tishlarni ochinchi buni? Mana tishlari 8 ta. 4-bolasiga xudo xohlasa qiziqqanlar uchun bemalol aloqaga chiqaverasiz. Narxi ham nihoyatda arzon bo'ladi deyapti. Narxi nech pul qilib berasiz buni? Narxini 9 million qilib beramiz. 9 million. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor. Telefon qilib aloqaga chiqish. Nomerni aytib berasiz. 94lik. 94lik 201 201 49 91. 49 91 aloqaga bemalol bog'lanaverasiz. Narxi 9 million so'mga. 95. Mana akalar. Yaqin naqd bo'g'ozlaridan. Narxlari ham nihoyatda arzon variantlardan deyaptilar. Ular narxlari nech pulda? Narxi aka 3 million so'mga ketaveradi. 3 milliondan. 3 million obunachilar bilan like bosib, kommentariyaga otangga rahmat deb turib, obuna bo'lib, narxni sindirib beramiz. 3 milliondan ketaveradi mana shu 3 qo'ylar. milliondan ketaveradi aka. Mana bozor narxi bilan bir qadar tanishib ketaveramiz deganlar uchun 3 million so'mdan. 3 million so'mdan deyarli qo'y chiqqan yo'q. Chiqqan yo'q umuman. Undan tushadi. Qaysi 3,5 million tushadi, menda 3 million so'mdan ketaveradi. Nima sababdan bu? Bumi like bosib tursin, yana narx tushirib beraman aka. Bo'l, nomerlaringiz bir qator aytib keting. 93. Ha, 047 75 45. Bemalol bog'lanaverasizlar. 3 million so'mdan. Bunaqasidan bo'lib turadi har doim. Bo'ladi aka, bastiyan bo'ladi. 150 ta bo'ladi aka. 150 ta. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'l, obuna bo'lib, podpiskani bosib qo'ysa bo'ldi. Mana akalar, qo'zlarni ham narx-navoslar bir qator tanishib o'tamiz. O'ta chiroyli, sifatli qo'zlar. Bular aka yosh oylik qanaqa? 6-7 oylargacha. 6 oy 7 oylik atrofida. Narxlari-chi? Kichkinalar 5 oylik bo'lishi mumkin mana shu. Bular 5 oylik atrofida. Mana shu 5 oylik atrofida deyaptilar. Ikkitasini 26 yo'lida aytamiz. Yo'lida ayting, nimaga telefon qilgan bo'ldi, oldim. Baraka jo'nat ver deysiz. 3 million 200 emas, 2 million 800 mingdan. 2 million 800. Ozgina haydi ham bor, ha. 2 million 800 mingdan. Vodiy bo'ylab dastakasini qilib beramiz. Bo'ldi, vodiy bo'ylab besplat mana. Mana shu ikkovini ko'ribinglar. 2 million 800 mingdan jo'nat ber deysiz, bo'ldi. Endi mana. Endi bir xil mana. Ikkovi bir xil mana. Ikkala quloq chechak kirib mana. Bo'ldi, tanib olishga masora. Bu yog'ichi nechta bu yoq? Soni 7 ta ega. Bag'ida 6 ta qo'lyapti, jam 6 son 8 ta. 8 ta. Bular narxini ayting. Bular 6 tasini bir ko'ra olaman deysizlar.
3 milyon 200 ming so'mda. 3 million 200 mingdan. Ha, vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Mana bozor narxlari, yiltiraqlar 3 million 200 ming so'mdan. Nomerni bir qator aytib o'tasiz, xudo xolsa kimga yoqsa sirasi bog'lanishadi. 94lik 94lik 502 502 44 94. 44 94 aloqaga bemalol bog'lanaverasiz mana. Qo'ylarni yana bir qator ko'ringlar. 3 million 200 ming so'mdan 6 dona mana. Mana shu 6 dona Qashqadan bag'i 3 million 200 mingdan. Vodiy bo'ylab dastlabkasi besplatni. Mono ikkitasi 2 million 800 mingdan. Narx-navo bilan batafsil hammasi ma'lumotlarni berib, bir boshdan hammasini tanishtirib o'tamiz. Xudo xolsa like bosib, obuna bo'lib, unutmay banglat tursalaring bo'ldi, xudo xolasa. Mana akalar, to'g'li sovliqlar, oyoq qo'llari uzun-uzun variantda yana bir qator tanishtirib o'tamiz. Buni ikkovi Qo'chqordan chiqqan. Mana shu ikkovi Qo'chqordan chiqqan deyaptilar. Badallari ham yaxshi ekan, xudo xolsa. Ular narx-navolari qanaqadan? Optimga bo'lsa 3,5 dan. Optimga bo'lsa 3,5 milliondan. Dastlabkilar qayergacha? Toshkentgacha dastlabkasi ichida yetib boradi. Xudo xolsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bular narxlari 3,5 milliondan dedingiz-a? 3,5 million. Bir joyga soni nechta? 8 ta. Soni 8 dona mana. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolsa bog'lanib, kelishib olaverasiz. Nomerlarni aytvaring. 94lik. 94lik 150 150 1334. 1334 aloqaga bemalol bog'lanaverasiz. Mana bu 6 tasiga narxini tushib beraman. Qaysi 6 ta? 6 tasiga. Bo'ldi mana 6 tasi narxi. Bo'ladigan qilib aytib beradimda, telefon qilib jo'nat deysa bo'ldi. 32,5 dan chiqarib beraman mana shu 6 tasi. 6 tani 32 dan chiqarib berar ekanlar, yengil qilib mana. Bir joyga. 8 tasi bo'lsa 8 tadan 3,5 dan deyapsiz, hayriga o'tib berasiz, undan ham chiroyli qilib. Qayerga o'tib beraman? Bo'ldi. 8 tasiga qiziqqanlar ham telefon qilaverasiz, bemalol. Mana yana bitta o'ta go'zalidan. Ular dehqonchilikmi? Dehqonchilar. Dehqonchilik. Uyda boyatgan qo'ylarim. Dehqonlardan ham chiqarib. Ular narxi nech pul? Bo'ladiganini qilaydir, yopishtirib. Mana bunisini 3,5 millionga bermayapman. Uni Ha. 29 ga bermayapman. Buni 3,5 millionga sarig'ini, qora kashtanni 29 ga bermayapsiz. 6,5 million bergan odamga sotaveradi. Ikki 16,5 berilsa sotilaveradi. Dastlabkasi ichida vodiy bo'ylab 700 bilan berasiz. Bo'ldi. Bir qator nomerlarni aytib ketasiz. 93lik 93lik 876 876 3200. 3200 aloqaga bemalol bog'lanasizlar. Ikkovini 6,5 ga dedimizmi? 6,5 ga beraman. 6,5 millionga Ha, mana. 64 ga berganim yo'q. Mana haqiqiy arzon bo'ldi. Bitta odam ish ko'z olib, tapayda olib qo'ysalar ham bo'laveradi. Oyoq qo'llari uzun-uzun. Yeb ichiga bir hafta kafolatini ham berasiz. Shunga. Bo'ldi, ana 10 kun ham dedilar. Mana yana yosh qo'zlarga ishqozlar uchun mana bir dona yeb ichari zo'r. 2025 probegi 0 hali. Ko'tarilmagan holatda boqib o'zimiz katta qilib olamiz deganlar uchun. Bu narxi nech pul? Yangi chiqqan salondan yangi chiqqan holat degan. 1,5 millionga O'zbekiston bo'ylab dastlabki. 1,5 million. Yana qilib berasiz, 2 ta, 3 ta, 5 ta, 6 ta deysiz. Nechta deysa bu? Cheklanmagan Serap. Cheklanmagan miqdor. 1,5 millionga. Narxlar o'ta arzon bozorda xudo xolsa. Buni endi nomerlarni aytib ketasiz bir qator. 77lik 77lik 715 715 1808. 1808 aloqa bemalol bog'lanaverasiz. Cho'ntagingizga solib berasam deb qo'y. Qo'lingizdan setkaga ham sig'ar ekan. 1,5 million so'mga bemalol O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi uyingizgacha yetib boradi. 1,5 million pul sanab bersangiz bo'ldi mana. Mana arasha ishqibozlar uchun eng tozasi, haqiqiy arashan deganga loyiq deyapti. Ma'qul kelaveradi, yuzlari toza. Qarang, burju. Xudo ishqibozlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Arashani bozorda narxini ham bilaylik deganlar uchun mana yormadimmi? O'ta asal hollaridan. Ularning narxi nech pul? Bular 11 million kami bor deyapti. 11 million. Kelishtirib, yopishtirib aytaveradi. Bitta ishqiboz chiqib qolsa, 10 millionga ishqibozlarga beraveradi. ikki uni jupini 10 millionga. 10 millionga beraveradi. Bo'ldi. Dastlabkamiz qayergacha? Dastlabki Samarqandgacha. Samarqandgacha 10 million so'mga yetib boradi. Nomerlarni aytib ket. 88 lik. 88 lik. 686 686 80 70. 80 70. Bemalol shu aloqa bog'lanib nomerimizga telefon qilaverasizlar. Narx haqiqatan xudo xolsa arzon, ma'qul kelaveradigan holatda 5 milliondan 10 milliongacha. Mana shu ikkovi yetib boradi xudo xolsa. Oq yuzlar. Mana egalar, sovliqlarda xos o'ta chiroylilar. Oyoq qo'llar uzun-uzunlar. Ular aka bo'g'azmi, qisirmi? Bittasina bo'ladi. Voy bittasina bola aka. Ona bola ishqibozlar.
Baraka o'pdim. Mana. Bu narxini bir qator tushuntirib bering, yosh oyliklarini. 6 ta 8 ta. O'ylari 80 baland. Bunisi nima dedingiz? Ikkish ekan bunisi. Bular narxi nech puldan? Ayağını yine bana ne koşu 6,5 qo'yib Mana o 3 tasi. Mana shu 3 tasi 6,5 dan, 2 ta bo'g'oz. 6,5 dan 3 bir joyga olsa ketaverar ekan. O bolasi bonus ekan o'shanda. Bu uchovchi Çoğunu bir joyga biz 4,700,000 deb 4 million 700 ming. Kishlari but-butun. Taglari haqiqatda osilib yotibdi. Bo'yliqlari ham bilinib, xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqarasiz. Nomerlar bir qadar aytib keting. 95 lik 063 77 78 aloqaga bemalol bog'lanaverasizlar. Narxlar xudo xohlasa yo'lida. Xudo xohlasa bular tugasa undan boshqa qilib beraverasiz so'raganlarga. Maskanaldan chiqadi. Baraka o'ptimdan. Baraka bo'lyapti turgan joyida. Hozir boraman. Mana, ash qo'ylar. Nech puldan bo'lyapsiz odas? 3 million 900 mingdan. Siz nima deyapsiz? Ah, doğrudan ya. 3 million 900 ming so'mdan baraka bo'lyapti turgan joyida. Bo'ldi, ishlar bitibdi-yu, barakani aytaverim. Hey, dostlar. Oldu bol aka. Dostlar. Gördüm 50 bin lira ödeyecek ben. Bering endi tog'a. Bering. O'sha men aytgan gap 50 mingdan o'tib beradi. Bering siz ham yo'q demang endi, ey. Shartman. Hey, endi iloji yo'q. Ya boqqanini gapirmayapman. 4-2 million ham qalay? Bir boqmasangiz. 2 million boqqanda. Ha, ko'ngil ko'tarsa majbur aytib bering-ku. Ey. Baraka bo'ldi. Baraka. Nech puldan? Nech puldan bo'ldi? 4 million. 4 milliondan mana. Baraka bo'lgan joyida. Yoshlar 6 ta 8 ta. Bir joyga 4 milliondan. Baraka bo'ldimi? Yo'q. Mana o'ta gigantlardan. Haqiqiy qo'ydi ishqibozlar boqadigan uzun bo'ylari ham 85-90 atrofida qo'ylarimiz. Narx-navosidan bir qadar tanishtirib o'tamiz. Nech puldan aka bular narxi? Bir joyga o'zi 8 dan deyapmiz. Bir joyga bo'lsa 8 milliondan. 2-4 yoshlari ham yosh, hali o'sadigan. Naqd bo'g'oz variantlaridan ekan. Mana o'ta gigantlardan, xudo xohlasa qiziqqanlar aloqaga chiqaramiz. Ha, o'zimizniki. Xudo xohlasa qo'ylar ham arzidan holatda, arqoshlari ham chiroyli. Buni nomerda aytib keting aka bir qator. 99lik. 99lik. 534 534 77 77 aloqaga bemalol bog'lanib, tagonni so'rab deyapti. Xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Narxi 8 milliondan bir joyga bo'lsin. Kami bor. Kami ham bor aka. Xayriga o'tib ham berildi. Mana ona bola ishqibozlari uchun xudo xohlasa o'ta chiroyliklardan. Ularni ham narxlarini bir qator hammasini tushuntirib o'tamiz. Mana 6 tash 4 tash. 6 tash 4 tash ekan. Bolalarni qarang. Buniki qo'chqar. Ha. Ularchi? 2 oylik so'lam. Bu ikkalasini bola, bu bilan bu ona bola. Ha, bo'ldi, mana ajradi. Mana shu ikki ona bola, bu buni ikki ona bola ekan. Xudo xohlasa bemalol aloqaga chiqib, ona bolasidan kerak desalarni video qilib tashlab berishadi, yo'qsa narxini kelishib jo'natib ham berishaveradi. Bularda puli nech puldan hammasi, masalan, ona bolalar bir joyga bo'lsa, 3 bir joyga oldim. Bir joyga olsa 8,5 dan. 8,5. Telefonda kelishadigan yeri ham bor. Bor. Tanlab olsa 9 dan. Tanlab olsa 9 dan. Bo'ldi, mana qarang bo'ladi. O'ta chiroyli sifat ekan. Nomerlarni bir qadar aytib ketasizmi? 94lik. 94lik 005 005 36 37. aloqaga bemalol bog'lanaverasizlar. Xudo xolsa bular sotilib ketsa yana boshqa bor yana. Bor. Mana bemalol aloqaga bog'lanib batafsil ma'lumotni o'zlari olsalar ham bo'laveradi. Xotirjam.
yana bag'da bo'g'ozlari ham bor ekan. Xudo xolsa oyoq. Bular ham yosh, 4-6 kishiga. Bular narxlari nech bo'ldi? Badallari ham so'raydi. To'rov narsalaring 7 milliondan. To'rov bir joyga bo'lsa, xudo xolsa yana telefon qilasizlar. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Maki bu sotamiz deb to'xtat tur. sotamiz deb qo'yilib turgan narsalar. O qarang. Xudo xolsa kelgan. Hali oriq, eti yo'q narsalar emas. Hammasini arqoshlari kelishgan, chiroyli, uzun narsalar. Bo'g'azig'i ham naq 100% deyapti. Xudo xolsa telefon qilib aloqaga bog'lansalaring, xotirjam ishlaring bitadi. Nomerni yana bir qator aytib ketavering. 90 nechilikda? 95lik. 663 0590 0590 aloqaga bemalol bog'lanaverasizlar. Xayri bor. Xayri ham bor ekan. Yana bitta arasha ishqibozlarchi. Bu narxi nech bo'lagan? Buni narxi 5,5 deb. 5,5 million. Oq yuzidan ishqibozlar uchun. 5,5 million kami ham bor. Bu qilsa xayri bor. Bo'l, nomerlar bir qator aytib ketay. Arqoshlar. 97lik. 97lik. 172. Necha? 372. 372 72. 72 76. 76. Bemalol bog'lanaverasizlar. Bo'g'oz. Xudo xolsa bo'g'oz qo'ylar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Har doim bo'lib turadi. Bir yilda ikkita bola beradigan variant. Xudo xolasa mana bemalol aloqaga chiqarasizlar. Va kimgadir ma'zur kelgan bo'lsa, xato kamchiliklari bo'lsa, videomiz davomida ming bor uzr so'raymiz. Xudo xolsa shu yerda yakunlaymiz videomizni. Bemalol aloqaga chiqib, telefon nomerlarga xotirjam bog'lanishlari mumkin. Tagi sera, xudo xolsa har kimda